Ko'pchilik so'ragan 7 ot kuchli solarichniy motobloklarimizni bugun do'konimizdan qisqacha obzorlarini qilib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Biz do'konimizda hozir sotuvda 3 xil varianti bor. 7 ot kuchli solarichniy motobloklarni. Bulardan Royalty hamda Takara va Avangard brendiga tegishli bo'ladi. 3 xil modellari. Bularni qisqacha ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Birinchi motoblogimiz Royalty brendiga tegishli bo'ladi. 173 motorlar bilan jihozlangan. Mana ko'rishinglar mumkin motorlarini ham. Shundan tashqari bu birkalari, balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ham 400 ga 10 balonlar bilan jihozlangan. Bularni ham skorisi shu oldiga ikkita, orqaga bitta skorisi bo'ladi. Bundan tashqari frezalari ham 4 qatordan 8 qatorli frezalar bilan jihozlangan. Bu motoblogimizni chegirma narxini 4 million 100 ming so'm qilib beramiz. Navbatdagi motoblogimizga keladigan bo'lsak, bu Takara brendiga tegishli bo'ladi. 173 motorlar bilan bu ham jihozlangan hamda balonlari 4 ga 10. Bu podchipnili varianti. Podchipni yordamida bemalol aravalarni ulab boshqarsanglar bo'ladi. Bunda ham 3 ta skors bo'ladi. Oldiga 2 ta, orqaga bitta skors. Bundan tashqari bu motoblogimizning oldilarini ham ko'rishinglar mumkin. Dugalar bilan jihozlangan, baquvvat dugalar bilan. Bu motobloklarimizni hammasi tortqa yordamida zavod bo'ladi. Bularni videoning oxirigacha ko'rib tursanglar, ishlatib, yurg'izib, yurish jarayonlarini ham ko'rsatib beramiz. Bu motoblogimizni komplektida 4 qatordan 8 qator frezalari ham mavjud. Bu frezalarni ham ko'rishinglar mumkin. Qalin frezalardan qo'yilgan. Pechatli, original, yaxshi frezalar bilan jihozlangan. Pechatlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu motoblogimizning narxini 4 million 300 ming so'm qilib beramiz. Faqatgina yanvar oyini 15-sanasigacha shu narxlar amal qiladi. Navbatdagi motoblogimiz 173 Avangard brendiga tegishli motoblog hisoblanadi. Bu motoblogimiz balonlari 4 ga 8 bo'ladi. Frezalarni ko'rib turganinglarda 4 qatordan 8 qator frezalari mavjud bo'ladi. Bundan tashqari balonlari 4 ga 8 bo'ladi bu motoblogimizni. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini 4 million 200 ming so'm qilib beramiz. Bu motobloklarimizni korobkasiga keladigan bo'lsak, korobkalarini ham ko'ryapsizlar, baquvvat, yaxshi korobkalardan qo'ydirilgan. Bularni hozir o'lchab, razmerlarini ham ko'rsatib beramiz. Ko'rishinglar mumkin, 25 sm. Salkam 25 sm bo'ladi uzunligi. Motoblokimizning korobka uzunligi salkam 25 sm bo'ladi. Sifatli, yaxshi, baquvvat korobkalardan qo'ydirilgan. Garantiyalari bor, bemalol qo'rqmay xarid qilishinglar mumkin. Kafolatlari, hamma narsasini yozib beramiz. Aksiya narxida ulgurib qolinglar. Soni chegaralangan. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqib, quyidagi nomerlarga Telegram yoki telefon orqali bog'lansanglar bo'ladi. Bundan tashqari do'konimizda 9 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan solarka, benzin har xil variantlari mavjud. Ularni ham keyingi videolarda batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Chintaj Agro doimo xizmatinglarda. Qushlar chalab ketmonni chop dehqon bola. Umidiga armonni top dehqon bola. Qushlar chalab ketmonni chop dehqon bola. Umidiga armonni top dehqon bola. Eski yaksak yirtib etik katta ketman, ming bitta dard senga durbab dehqon bola. Eski yaksak yirtiq etik
katta ketman. Men bitta dard senga dur boq, dehqon bola.